bir oy davomida bundoq tepaga qarab ko'taraveradi yuzni. Bu birdaniga tashlab yuboradigan narsa emas. Effekti haqiqatda zo'r. Misol uchun bir xil ukollarimiz 5 minutda ham ko'rsatadi kuchini, bir haftada, bir oyda. Bu bir oydan keyin ishlashni boshlaydi. Bir oydan keyin ishlashni boshlaydi. Endi buni kitobida aytilishi bo'yicha, men sizga kitobida aytilishi bo'yicha aytaman. Bir oy davomida bundoq tepaga qarab ko'taraveradi yuzni. Bu birdaniga tashlab yuboradigan narsa emas. Effekti haqiqatda zo'r. Endi yuzga holatiga qarab qolasizda, juda osilib ketgan yuzlarga baribir nechib qo'yamiz. Juda ajin bo'lib ketganga baribir hamma narsani o'zini yo'nalishi bor. Bu losos DNKsi deyilgani bilan bu yuzni yoshartiradi. Shu turishingizdan 5 yoshga yoshartiradi. Lekin bu ajiningizni ketkazmaydi. Ajin bilan botoks ishlaydi. Osilgan yuz bilan nesli ishlaydi. Hammasini o'zini yo'nalishi bor. Buni ham o'zini yo'nalishi bor. Oyog'ingizga lecheniya oladigan bo'lsangiz, qo'lingizga borib olib kelmaysiz, to'g'rimi? Oyog'ingiz og'riyotgan bo'lsa. Bizda ham xuddi shunaqa, but boshqa joy, but boshqa joy. Misol uchun qo'voli boshqa joy, peshina umuman boshqa joy. Hamma joyimiz bizda bo'lingan-da. O'shanga qarab ishlanadi bu ham. 27 yoshdan keyin kollagen ishlab chiqarish to'xtaydi. O'shandan keyin olsa juda ham effekti zo'r. O'shandan keyin ham emas. Hozir ko'p qizlar bor, viloyatda yashaydigan, quyoshda ko'p yurib qo'yishadi. Yuzi juda ham qurib ketadi, vitamin yetishmaydi. O'shalarga ko'proq turishi uchun shuni ham tavsiya qilaman. Qizlar, ayollarga effekti haqiqatda zo'r. Butun dunyoda, bitta bizda emas bu, butun dunyoda birinchi o'rinda turibdi.